ikki xushomadgo'y uchrashdi bir kun. Ochig'i tajriba almashmoq uchun. Shundoq boshlab qoldi gapni havaskor. Mening qalbim to'la g'urur, iftixor. Oxiri meniki bo'ldi xo'jayin. İşlerim yürüşüp ketmog'i tayin. U kun o'zlarini yaladim ancha, tovonidan tortib tizzasigacha. Gal keldi ikkinchi xushomadgo'yga. Gapin boshladi u solgancha o'yga. Hozirgi kasbdoshlar o'zgargan butkul, kamtarlikni bilmas, maqtanar nuqul. Mana biz dongdormiz, taniydi har kim, lekin o'tiribmiz girdaymasdan jim. Aytsam ishonmaysan ey sodda ukam, yalaganmiz undan yuqorisin ham.